Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga 5 xonali eksklyuzivniy xonadonlardan bugun birini obzorini qilib ko'rsatamiz. Hamza metroda joylashgan 155 kvadratli mana shunaqa terrasasi ham bor. Juda ham chiroyli terrasasi bor xonadonimiz bo'ladi. Terrasamizga bitta shu yerda bahoni berib qo'yasiz. O'zini mangalli zonalari bor. Hurmatli obunachilar va ko'rib turibsizlar, panorama oyna va reshotkalar hamma narsa qilingan. Etajimiz 10-etajda joylashgan bu. Xo'p, bu yoqda mana ko'rishinglar mumkin 6 talik juda ham chiroyli o'tiradigan stol stullarni qilingan. Bemalol bu yoqda o'tirib televizorlarni ko'rsangiz bo'ladi. Bu yog'imizdan oshxonaga chiqsak ham bo'ladi. Bu yoqda oshxona qismimiz ko'rishinglar mumkin. Bu yoqqa yumshoq mebellar o'rnatilgan. Bu hammasi bu oynalarimiz ochiladi. Uyimizda barcha texnikalarimiz bor. Oshxonamizni qarang, qanaqa prostorniy, kelinlarimiz, ayollarimiz yelib yugurib mana shu yerda xizmat qilishaveradi. Bu yoqda esa topli pollarimiz bor, 100%lik. Xo'p. Demak, xonalarni birma-bir ko'rsatib chiqamiz. Bu yoqda bir kishilik yotoqxonamiz ko'rishinglar mumkin, juda ham chiroyli ranglarda remont qilingan. Koridor bo'ylab kelganimizda bizni bu yoqda chap tarafimizda bizni glavniy kirosh qismimiz, bu yoqda stroyniy shkaflarimiz bor. Endi sizlarni zal qismimiz bilan tanishtirib o'taman. Kelinglar, mana zal qismimizda hozirchalik 8 talik stol stul qo'yishgan, bemalol kattarog'ini qo'yib foydalansangizlar ham bo'ladi. Yumshoq mebellari bor, konditsionerlari, bu tarafimizda esa kattagina televizorlarimiz o'rnatilgan. Bu yoqda esa yana bolalar yotoqxonasi joylashgan, ikkita kravatimiz bor, batareyalarimiz, uyimiz xullas luks darajada. Eshiklarimizni ham qaraylik, juda ham sifatli eshiklar o'rnatilgan. Xo'p, bu yoqda yana ikkita kattalar uchun ham spalniy qismimiz, tashqariga qaragan oynalari, biralari, lustralarimiz va o'zini bu yoqda shkaf qismi bor. Endi kattalar spalnisini bitta ko'rib chiqamiz, kelinglar. Kattalar spalniyimiz. Ko'rishinglar mumkin, yorug', shinam, mazaqli damda oladigan bu yoqda o'zini komodlari, yo'talar spalnisini sanuzel qismi joylashgan. Televizorlar ham o'rnatilgan bu xonamizda. Do'stlar, bu uyimizda sanuzelimiz ikkita. Bu yoqda umumiy sanuzel qismimiz joylashgan. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Xo'p, shunaqa katta kvadratli uy qarab yurgan yaqinlaring bo'lsa, bu videomizda yuborib qo'ysanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. 5 xonali 155 kvadratli uyimizning narxi 225 ning juda ham srochniy variant bu. Sizlar bilan Muhibulom Abdurahim bo'ldi. Yanada to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, bizga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.